Bu videoda barcha minimalistlarni, ya'ni mnemonika bilan shug'ullanayotganlarning eng katta muammosiga yechim beraman. Mening ismim Ashraf, yaqinda bo'lib o'tgan eslab qolish bo'yicha jahon chempionatining oltin medal sovrindoriman. Bugun sizlar bilan lokatsiyalarni qanday qilib ko'paytirish bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni uydan chiqmasdan turib qanday qilib lokatsiyalarni ko'paytirish mumkin. Hozir biz onlayn sayt orqali lokatsiya tuzib olamiz. Buning uchun bizga kompyuter yoki telefon kerak bo'ladi. Saytga Google orqali kiramiz. Kompyuterdan, telefondan bemalol kirib foydalanishlaringiz mumkin. Demak, saytning nomi tripwire.com. Kiramiz. Birinchisi kirganimizda kompyuterda tepada o'ng tarafda 3 ta chiziqcha chiqib turadi. Mana shu joyda va bosganingizda mana bu 3 ta yozuv turadi. Poslogi, proyekti, kontakti. Bizga proyekti kerak. Proyektga kirganingizda kutubxona, maktab, litsey, restoranlar, kasalxona, kemalar, uylar, hovlili uy va hokazo ko'p inshootlar bor. Hammasidan bemalol lokatsiya olishlaringiz mumkin. Men hozir ko'rsatib beradiganim 2 xonali uy. Mana shundan lokatsiya tuzib olamiz. Buni qulayligi boya aytganimdek 360 gradusda bemalol hamma joyni ko'rishingiz mumkin. 360 gradusda rasmga tushirilgan va rasm sifati ham ancha yaxshi. Demak, birinchi biz rejani tuzib olishimiz kerak. Ya'ni qayerdan boshlab qayergacha lokatsiya tuzib olamiz. Demak, bu yoqdan boshlaymiz. Keldik va birinchi xona o'ng tarafdan kirib, lokatsiyalarni ketma-ketlikda olib, chap tarafdan chiqamiz. Keldik. Bu joyda men bu tarafga kirishga shoshilmang, o'ng tarafdan kelamiz. Hop. Mana bu joydan lokatsiyalarni olib ketma-ketlikda olib, keyin bu xonaga kiramiz. Bu xonaga kirganimizda endi asosiy lokatsiyalar chap tarafdan boshlangani uchun, bunga nisbatan bu taraf qulay bo'lgani uchun, ya'ni chap taraf qulay hozir, chap tarafdan kirib, o'ng tarafda tugatamiz. Demak, bu taraf chap tarafdan olib, oxiri shkafda tugatamiz. Demak, rejani tuzib oldik. Endi lokatsiyani tuzamiz. Demak, boshladik. Birinchi lokatsiyamiz eshik. Buni saytga kirib, o'zlaringiz rasmga tushirib olishlaringiz mumkin. Ketma-ketlikda. Birinchisi eshik. Ikkinchisi kiyim iladigan joy. Veshilka. Kiyim iladigan joy. Hop, uzoqroqdan ko'rinishini ko'rsataman. Mana, demak, eshik bo'ldi. Ikkinchisi kiyim iladigan joy. Uchinchisi xonaga kiramiz. Kirganimizda uchinchi lokatsiyamiz unitas. To'rtinchisi cho'miladigan joy, ya'ni vanna. Hop. Beshinchisi deraza. 5 deraza. 6 musor chelak. Ya'ni buni bu tarafdan ko'rinishini ko'rsataman. Mana. Musor chelak. Demak, 6-si musor chelak. 7-si oyna. Mana bu oyna. 8-si eshik ochiq turgani uchun ko'rinmagan bunda. Kir yuvish mashinasi. Mana bu. Bu 8-lokatsiya bo'ladi. Hop, bo'ldi. Xonadon olib bo'ldik. Endi chiqamizda oshxona tarafga o'tamiz. Demak, 8dan keyingisi 9-lokatsiyamiz xolodilnik. Hop, xolodilnikni yirikroq ko'rsataman. Demak, 9 muzlatgich bo'ldi. 10 rakovina, idish yuvadigan joy. 10. 11 gaz plita. 11-lokatsiya. 12-lokatsiya mikroto'lqinli pech. Hop. Demak, 12-lokatsiya bo'ldi. 13-lokatsiya. Mana bu pechka, отопление. Hop. Demak, 9, 10, 11,
12 hamda 13. 14-si mana bu oynali stol. 14. 15 divan. 15-lokatsiyamiz divan. Bo'ldi, bu joydan oldik va 16-si mana bu narvon. 16 va endi xonaga kiramiz. 17 kirganimizda mana chap tarafda dazmol qiladigan stol bor. Dazmol doska bo'lsa kerak. Mana shu demak keyingi lokatsiyamiz. Xo'p. 18-lokatsiyaga kelamiz endi. 18-si televizor. 18 televizor. 19 mana bu dars qiladigan parta. 19 va 20 sifatida men buni ya'ni kitob javon deylik. Bu 20-lokatsiya. 21 balkon. Ko'rsataman mana. 21 balkon. 22 sushilka. Ya'ni yuvilgan kirlarni ilish uchun 22 sushilka. 23 mana bu spalniy kravat. 23. 24 mana bu kichkina javoncha, tumbichka deyiladimi? Nomini bilmadim. O'zlaringiz nom qo'yib olsalaringiz bo'ladi. Kichkina javon. 24 hamda 25 mana bu shkaf. 25. Buni uzoqlardan ko'rsataman. 25-lokatsiya, ya'ni oxirgisi. Mana shu lokatsiya. Xo'p, endi bu saytni qulayligi yana bemalol buni uyni har tarafidan ko'rishingiz mumkin aylantirib. Endi rejani shu yerdan tuzib olsam ham bo'ladi. Ya'ni qaysi tarafdan boshlayman? Bemalol o'rganib. Xo'p. Demak, kiramiz. Bo'ldi, 25 ta lokatsiya oldik. Endi bu lokatsiyani bemalol o'zingiz raqam yodlash uchun, so'z yodlash uchun lokatsiyalar orasiga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bitta blok sifatida 25 ta lokatsiya.